Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, endi keyingi vertebra bazilar qon tomir havzasida o'tuvchi qon aylanish buzilishi, ya'ni vertebra bazilar qon tomir havzasida tranzitor ishemik xuruji payti qanday nimalar bo'ladi? Bu paytda asosan bosh aylanishi, nistagm, harakat koordinatsiyasining buzilishi bo'ladi va vegetativ qon tomir disfunksiyasi kuzatiladi. Umumiy alomatlariga boshda shovqin, ko'z oldi ko'rishda parda qoplangandek, ko'rishni xiralashuvi, fotopsiya, kvadrant yoki to'liq gemianopsiya kuzatiladi. Ko'rish maydonidagi nuqsonlar, boshning ensa sohasida og'riq, ko'ngil aynishi va qusishlar shular jumlasiga kiradi. Ba'zan diplopiya kuzatilishi mumkin. Diplopiya ya'ni biror narsani ikkita ko'rish degani, ko'z harakatlantiruvchi kranial nervlarni disfunksiyasi. Uchinchi paranerv, uchinchi juft nervi hisoblanadi. Shuningdek, yuzdagi, ayniqsa og'iz atrofidagi sezgining buzilishi, ya'ni og'iz atrofida uyushish hissi paydo bo'lishi va shu bilan birgalikda bulbar sindrom, yutinishlarning susayishi, nutqda g'ildirab qolishlari elementlari kuzatiladi. Umumiy holsizlik, keyin adinamiya va tez charchash kuzatiladi. Bo'yin osteoxondrozida mavjud bo'lgan bemorlarda vertebra bazilar qon tomir havzasi tizimidagi tranzitor ishemik xuruj kabi paroksizmal holatlar to'satdan buzilishlari kuzatiladi. Boshning egilishi bunda bilan kasallik qo'zg'alishi mumkin. Odatda gipertoniyaning xavfli shakli uchraydigan o'tkir gipertonik ensefalopatiya ham bosh miya qon aylanish progressiv buzilishi shakliga kiradi. Qon bosimining juda yuqori darajada ko'tarilishi, arterial va venoz qon bosimining sezilarli darajada oshishi va diffuz bosh miya shishiga olib keladi. Xarakterli xususiyatlari: yo'talganda, aksirganda bosh og'rig'i kuchayadi. Bunday holatlarda ko'ngil aynish, takroriy qusish, boshda shovqin, bosh aylanishlari, bradikardiya, ya'ni yurakning urish chastotasi sekinlashishi va meningal alomatlar keng tarqaladi. Shu bilan birgalikda parez, harakat koordinatsiyasining buzilishi va talvasa sindromlari kuzatiladi. Ko'z tubida gipertonik retinopatiya kuzatiladi. Ko'ruv nervi diski ezilishi belgilari paydo bo'ladi. Bosh miya qon aylanish progressiv buzilishida davomiyligi va chastotasi juda katta farq qiladi. Ko'pincha insultdan oldin sodir bo'ladigan jarayon hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling, o'rtoqlar.